Soat 10 bo'ldi. Mehmonlar ketishadimi, shu yerda qolishadimi? Bilmadim, ketsa kerak. Gap tugamabdi-ku. Ha, nima deyotgandim? Ya men gapiryaptim. 2002-yil 10 ta qo'ydi puliga bitta uy beraydi. Uy. Ha, uy. Ha, bormi o'zi? Ha, 2004-yilda olganmiz. Ha, yaxshi uylar bor ekan. 2004-yil lekin mana Sherzod va sinfdoshim taniysan. U chiqaydi, ular shunday Endi 2004-yilga kelibdi. Men borib shirinlik olib kelay, ha? Ha, yaxshi aytaylik. Ana bitta qaror eqani. Qachon ko'raman shunaqa? Har doim shunday qilasiz. Nima bo'ldi? Jonimga tegdi, ketaman onamnikiga. Ketsan ketaver. Ha? Urasizmi, uring? Uraman. Qani uring? Ana! Yaxshi. Hozir ketasan. Ketasan o'ldirib qo'ysa-chi bir-birini. O'tir endi. Bo'lmasa Pichoq vilkadan olib ber, vilkadan olib ber. ovqatingni ham ta'mi bermasa. Endi yoqmay qoldim shu. O'zicha ozod yaxshi bola. Endi shunday xotin uchraganda necha bular pishana. Yoz mavdum yaxshi, mamchi ozoddan chiqqan. Ha, yaxshi o'tiribsizlarmi? Ha, yaxshi o'tiribmiz. Endi jo'rabda duo bersangiz ketak. Aman go'sht qovurtirmoqchi edim hali. Maftun go'sht qovur. Hozir qovura. Ya. Hali yana kelamiz. Endi kech bo'lib qoldi, biz ham boraylik. Mayli, sog' bo'linglar. Kelib turinglar. Mayli, xo'p. Shunday qilmasang ketmaydi hamda. Gulmi? Qani? Sizlar nimadir qilyapsizlar-da, kimgadir yaxshi gapiryapsizlar-da. Bir gap bor-da, shu sizlarda. iPhone-mi? Erim boshqasi bilan yoshlatganda ushlab oldim, shu uchun berdi. Kim bilan? Men bilan Qanday qilib? Instagramdan boshqa profil ochib, o'zim yozib, o'zim ushlab oldim. Kechirdingmi, hay? Yo'q, kechirmadim. Chet elga olib borsin, keyin kechiraman. Dadasi? Siz ham lekin chiroyli odamsiz. Ancha-muncha qizlar havasi keladi. Nima dadasi? Bitta qiz yozyapti. Yozmadingizmi? Yo'q, jinnimi, qanaqadir chorniga tiqib qo'yardim. Yozingda. Bu turishda qachon men chet davlatga boraman? Qachon bir gul olaman? Shu eski telefon ishlatib yuraveraman, dadasi. Jinnimisan? Shu qiz menman. Telefon kerakmi? Ayt, ibe. Kechirasiz, tanladingizmi? Ha, tanlayapmiz. Agar xohlasangiz bizda boshlang'ich to'lovini qilib, qolgan qismini oyma-oy bo'lib to'lashingiz mumkin. Yoki bizda trading xizmatimiz ham bor. Eski telefoningizni olib qolib, o'rniga yangisini beramiz. Ha, yo'q, bizda boshqacha sistema. Yangi telefonimizni bu yoq ishlatilib, bu yoqda eski telefonlarni men ishlataman. Tushunarli. Bemalol tanlavering bo'lmasa. Mana bundan olaylik. Çıkar, boring çıkar. Tez bol, Assalomu alaykum. Savdo yo'q aka, pul yo'q. Ne dostlar çıkar, mamnun çıkar. Oç, çıkarsana oç. Yo'qmi Ruslan? Savdo bo'lmadi aka. Yo'q. Ben sen savdo bo'lguncha men turib turaman, xo'p? Mana hisoblab aka. Nima faqat shuni olsam. Bor pulim shu-da. Hozir men. Okey. Uzr. Men qarang, okey. Men magazinga kiring, savdo qiling, savdo. Aka, ham ikkita nonni ichib bo'ladi shunda. Yana qo'shib ol. Yana mana narsalardan ol, mana narsalardan. Ot tashib bo'lmasa, ol ko'proq narsa ol. Menga ikkita yetadi. Bo'ldi, okey. Buni kassiga berdim. Necha pul bo'ldi? 150 ming so'm-da. 150 ming kam. Hozir yana odam aytadi. Ko'proq odam kerak. Yaxshigina bilan qilib Yaxshi tanlov, zo'r tanlov. Nima sotishni bilasan? Odamlarni o'zi sotyapti. Mazza qilib iste'mol qilishyapti. Asosiy savdo mana shunda. Nima nomi? Sifat shirinligi. Hamma do'konlarda bor. Jiyal yaxshi ko'radi. 7 yoshdan 70 yoshgacha odam hammasini mazza qilib iste'mol qilyapti. Yaxshi savdo bo'lyapti. Rahmat, aka. Okey, kassada qancha bo'ldi? 2 million. Chiqar hammasini. Baqirmay beraman. O'zi shunaqa. Sizni peshana teringiz. Beraman. Halol ishladingiz. Nima haqqini bering? Bo'ldi, 200 ming beraman. Nima? Chiqar! Hammasi chiqar. Aka chiqar.
yaxshisidan soling. Biza hammasi zo'r. Nech pul bo'ldi? Ye, narigi sinfdosh ishdan yaxshimi? Charchamaysan? Siz har kuni bozor qilasizmi? Kecha ham yering keladi. Ajrashganimga 6 oy bo'ldi. Ajrashding. Men buni hali piyas tegin, puli kerak emas. Qachon ajrashding? Ertaga kech payt 6 da o't, uyda hech kim bo'lmaydi. Bemalol gaplashamiz. Rahmat o'tkir. Ey! Hech qaysi sinfdoshimiz ajrashganini aytdi, menga aytdimi? Shakir aka, men piyazlarni qarab turing. Ertaga kech payt 6 da o't, uyda hech kim bo'lmaydi. Nima deysan, Nargiz? Qayerdan tushasan deyapman. Farqatskiga aka. Kim bilan uchrashyapman dedi? Nargiz sinfdoshimiz bilan. Avli yeri bor-ku. Ajrashgan sinfdoshlar esa bitta menga aytdi, meni chaqirdi olqida. O'shanga uchrashuvga. Ha, shunga nima olib borsam bo'ladi? Qiz bolaga shirinlik olib borasan-da. Shirinlik. O'tkir, keldingmi? Men senga 50 shirinliklarni olib keldim. Jur birga jiyimiz aniqda. Yur, keyin yeymiz, yur. Keyin yoqmaydi jiyish. Ay, yura qolgan, senga zo'r narsa ko'rsataman, maza qilasan, yur. Sinfdoshlar. Iflos, Salam, Nargiz ajrashdi deb yig'masa, vaqti yig'ib bo'lmaydigan ketsan sinfdoshlar. Hozir qolgan sinfdoshlar ham kelyapti, o'lsa. Aha, 6 gacha sabringiz yetmadimi? Yo'q, gap sabrda emas. Bu ajrashgan emas. Bu shirinlik, sinfdoshlar. 7 oydan keyin kelaman. Lari-yu, bir qotamizmi? Salom detkalar. Benzin olsam? Zapravka. Zapravka. Quyi unda. Ha. Uzr. Nech qo'yay? 95. 95. Yes. O, mis kechirasiz. Necha litr qo'yay? Polni ochmaysizmi? Bo'ldi, polni ochaman. O'zida o'tirib bo'lsa ham, lekin samimiy bolaga o'xshayapti. To'xtab tur, hozir ko'rasan. Yaxshi yigit, ismingiz nima edi? Ismim Nurullo. Meniki Guli. Nurullo. Uylantirmasangchi. Nurullo. Nima qildi Nurullo? O'tirib ketdi.